Joriy yil dehqon va fermerlarimiz paxtadan yuqori hosil olishdi. Albatta, ming mashaqqat ila yetishtirilgan oq oltinni nesnobud qilmasdan terib olishda paxta terish mashinalarining o'rni bu yil har qachongidan yuqori bo'ldi. Sayxunobod tumanida paxta terish mashinalari va don o'rish kombaynlarini saqlovga olish bo'yicha mintaqaviy o'quv amaliy seminar bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Qishloq xo'jaligi, milliy iqtisodiyot, ijtimoiy barqarorlik va hududlarning barqaror rivojlanishining muhim asoslaridan biri sifatida O'zbekiston islohotlar strategiyasida ustuvor o'rin egallaydi. Islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida hukumatimiz tomonidan qishloq xo'jaligini yuqori unumli texnikalar va agregatlar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zagroinspeksiya tomonidan Sayxunobod tumanida o'tkazilgan paxta terish mashinalari va don o'rish kombaynlarini saqlovga olish bo'yicha ko'rgazmali o'quv amaliy seminarning asosiy maqsadi ushbu texnikalarning sifat va samaradorligini, foydalanish muddatini oshirishdan iborat bo'ldi. Mintaqaviy seminar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zagroinspeksiya boshlig'i Abror Vahobov rahbarligida o'tkazilib, unda shuningdek O'zagrolizing aksionerlik jamiyati, Ichki ishlar vazirligi, Sirdaryo viloyati hokimligi, Samarqand, Jizzax va Toshkent viloyatlari hududiy boshqarma boshliqlari va xodimlari hamda qishloq xo'jaligi subyektlari ishtirok etishdi. Ikki qismdan iborat bo'lgan seminar avvalida ishtirokchilarga paxta terish mashinalari hamda don o'rish kombaynlarini saqlovga olishning ahamiyati yuzasidan tushuntirishlar berildi. Xususan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti professorlari tomonidan bu borada aniq tavsiyalar berib o'tildi. Bugungi seminar juda dolzarb seminar. Sababi mana shu qimmatbaho olingan kombaynlarni, don o'rish kombaynlarni, paxta terish mashinalarini mana shu uzoq muddatga, ya'ni don kombayni ham, paxta terish mashinasi ham bilamizki 1,5-2 oy ish beradida. Albatta, muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan Jizzax viloyatiga ham 2 yilda, bu yil 2025da 100 dona, 2024-yilda 40 dona, ya'ni 140 ta yuqori unumli paxta terish mashinalari keltirildi. Mana shu yuqori unumli paxta terish mashinalarini qarib 200 ga yaqin mavsumga qatnashgan bo'lsa, Jizzax viloyatida 90% ni mashina yordamida terildi. 10% qo'l kuchida. Bir kunlik ish unumi hattoki 80-90 tonnagacha chiqdi. Biz 200 ga yaqin paxta terish mashinasini va 350 ta don o'rish kombaynlarini bu yil saqlovga tortamiz. Qayd etish kerakki, paxta terish mashinalari bir mavsumda 900 ming tonna paxta terish imkoniyatiga ega. Bu esa kamida 1000 nafardan ziyodroq insonlar mehnatidan ortiqdir. Albatta, mazkur jihat ularni to'g'ri saqlash naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Seminarning ikkinchi amaliy qismida aynan shu jihatlarga e'tibor qaratilib, ishlab chiqaruvchi kompaniya vakillari mazkur texnikalarning saqlash jarayonida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan qimmatli tavsiyalarni berib o'tishdi. Mamlakatingiz qishloq xo'jaligi sohasida juda katta yutuqlarga erishmoqda. Biz ham buni yuqori baholaymiz. Mazkur jarayonlarda kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqarilgan texnikalar yordam berayotganidan xursandmiz. Bugungi seminarda biz ishtirokchilarga ushbu texnikalarni har qanday sharoitda to'g'ri saqlash bo'yicha o'zimizning tavsiyalarimizni berdik. O'ylaymizki, kelajakda qishloq xo'jaligidagi bu hamkorligimiz uzoq davom etadi. Mamlakatingiz tomonidan bizga mana shunday yaratilgan sharoitlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'tkazilgan mazkur seminar jarayonida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob topishdi. Bu esa kelgusida ushbu texnikalarning ish samaradorligini oshirish, ularni to'g'ri saqlash uchun muhim jihatdir.